Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Migrantlar deportatsiya qilindi, tashkilotchilar sudlanadi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Sevastopolda opera va balet teatri qurilishida noqonuniy yollangan hujjatsiz migrantlar ishlagan. Bunga Chelyabinskdan kelgan guruh javobgar bo'lgan. Ularning ishi Facebook xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil oktyabr oyida qurilish kompaniyasi direktorining o'rinbosari patentsiz migrantlarni ishga yollashga qaror qilgan. U do'stidan ularni topishda yordam so'ragan. Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolari orasida ishlarni qidirgan. Migrantlar suv quvurlarini yotqizish ishlariga jalb qilingan va ularga maosh to'langan. Biroq patenti bo'lmagan ular registratsiyadan o'tmasdan xususiy uylarda yashagan. Facebook tashkilotchilarining 2 nafariga qarshi jinoiy ish qo'zg'atdi. Ular migrantlar uchun qasddan va birgalikda noqonuniy ishlarni tashkil qilishda, xizmat lavozimini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. Ular 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Migrantlar esa sud qarori bilan Rossiyadan deportatsiya qilingan. Rossiyada hind migrantlari mutaxassislar xavf ogohlantirmoqda. Rossiya prezidentining xalqaro tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha maxsus vakili Boris Titovning so'zlariga ko'ra, 2026-yilda Rossiyaga kamida 40 ming hindistonlik migrant ishchi kelishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, Hindiston Rossiyaga ishchi kuchi yetishmasligini qoplashga yordam beradi. Rossiyada hindistonlik ishchilarga qiziqish ortib bormoqda. 2022-yilda taxminan 8 mingta ish ruxsatnomasi berilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024-yilda 36 mingtaga yetdi. Hukumatning 2025-yilda viza olish huquqiga ega mamlakatlar uchun kvota deyarli 235 mingta joyni tashkil etadi. Shundan taxminan 30% Hindiston fuqarolari uchun ajratilgan. Bosh vazir o'rinbosari Denis Manturov ilgari sanoat maqsadlari uchun cheksiz miqdordagi hindistonliklar migrantlarni qabul qilishga tayyorligini bildirgan edi. Biroq mutaxassislar Hindistondan migrantlarning ommaviy oqimi yangi muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, hindistonlik migrantlar rossiyalik ish beruvchilar uchun unchalik qiziqish uyg'otmaydi. Bunday ishlarni alohida joylashtirishga urinayotganda ham mahalliy aholi bilan aloqa qilishdan butunlay qochishga iloji yo'q. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan migrantlarga qaraganda ko'proq muammolar paydo bo'lishi mumkinligi ta'kidlanmoqda. Buning sabablari orasida rus tilini bilmaslik, sezilarli madaniy farqlar va mahalliy normalarni tushunmaslik keltirilgan. Bundan tashqari, past malakali ishchi kuchining ommaviy importi iqtisodiy modernizatsiyaga hissa qo'shmaydi. Mutaxassislar Hindistonda mehnat migrantlarini jalb qilish bilan bog'liq potensial ijtimoiy xavflarga e'tibor qaratmoqda. Xususan, rossiyalik erkaklarning katta qismi maxsus harbiy operatsiya zonasida xizmat qilayotgani tufayli ayollar xavfsizligi masalasi muhokama qilinmoqda. Mutaxassislar shuningdek migratsiya bo'yicha qarorlar qabul qilishda ijtimoiy va iqtisodiy omillarni ko'pincha e'tibor olmasligini ta'kidlaydi. 21-dekabr kuni Prezidentning Jahon savdo tashkiloti bo'yicha vakili Azizbek O'rinov Rossiya Federatsiyasi iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov bilan birgalikda O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonida ikki tomonlama bozorga kirish muzokaralarini yakunlovchi protokolni imzoladi. Bu haqda O'rinov o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yozib qoldirdi. Uning ta'kidlashicha, mazkur muzokara Prezident Shavkat Mirziyoyevning Sankt-Peterburgga amaliy tashrifi doirasida bo'lib o'tgan. Prezident vakili shuningdek ayni paytda ko'p tomonlama muzokaralarni ilgari surishga, zarur qonunchilikni yangilashni yakunlashga va kelgusi yilda a'zo bo'lish jarayonini muvaffaqiyatli yakunlashga to'liq e'tibor qaratganligini bildirgan. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida yangi aviareyslar yo'lga qo'yiladi.
Pobeda aviakompaniyasi 2026 yil 28 fevraldan boshlab Moskvadan Termizga aviaparvozlarni yo'lga qo'yadi va 7 martdan Nukusga parvozlarni boshlaydi. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan erkak Rossiyada o'ziga nisbatan narkotik savdosi bilan bog'liq tuhmat qilingani va tahdidlar orqali Ukrainaga qarshi urushga yuborilganligini ma'lum qildi. Ukrainalik bloger Dmitro Karpenko o'zbekistonlik bilan suhbatni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida joylashtirdi. O'zini O'zbekiston fuqarosi deb tanishtirgan erkakning aytishicha, u 6 kun davomida hibsda saqlangan va bu vaqt ichida qattiq qiynoqqa solingan. Sudda unga 2 variant taklif qilingan: 1 yil urushda qatnashish yoki kamida 12,5 yilga ozodlikdan mahrum etilish. Hozirda ushbu holat yuzasidan Rossiya rasmiylari yoki O'zbekistonning tegishli idoralari tomonidan munosabat bildirilmagan. Rossiyadagi o'zbekistonliklarning shu kabi tuzoqqa tushgani haqida oldin ham bir necha bor xabar berilgan edi. Biroq endilikda nafaqat o'zbekistonliklar yoki Markaziy Osiyoliklar, balki hindlar va afrikaliklar ham shunga o'xshash usullarda Ukrainadagi urushga jalb qilinayotgani ayon. 22 dekabr kuni Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi rahbarlarining norasmiy uchrashuvi chog'ida Rossiya yetakchisi Vladimir Putin Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonga tojikistonlik maktab o'quvchisining o'ldirilishi ortidan hamdardlik bildirdi. Bu haqda TASS xabar berdi. Vladimir Putin Emomali Rahmonga tojikistonlik maktab o'quvchisining halok bo'lishi bo'yicha aybdorlar albatta jazolanishini va'da qilgan va halok bo'lgan o'quvchining oilasiga hamdardlik bildirgan. Emomali Rahmon esa Vladimir Putinga ushbu ish bo'yicha olib borilayotgan tergov uchun minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 dekabr kuni Sankt-Peterburg shahrida Oliy Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi kengashining navbatdagi yig'ilishida kuzatuvchi davlat rahbari maqomida ishtirok etdi. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi kengashida Belarus, Qozog'iston, Armaniston, Qirg'iziston, Rossiya prezidentlari ishtirok etdi. Kun tartibidan ko'p tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish, sanoat kooperatsiyasi loyihalarini qo'llab-quvvatlash, transportni rivojlantirish va o'zaro hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarida qo'shma dasturlarni amalga oshirish masalalari o'rin oldi. O'zbekiston prezidenti nutqining avvalida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish mamlakat tashqi iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidladi. Ta'kidlanishicha, gumondorlar muassasa xodimlarini garovga olib, koloniya binolariga o't qo'ymoqchi bo'lgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Rostov viloyati boshqarmasi jazoni ijro etish koloniyasida 3 nafar O'zbekiston fuqarosi sodir etmoqchi bo'lgan teraktning oldini olganligini ma'lum qildi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. FXX ma'lumotlariga ko'ra, gumondorlar Rossiya va bir qator uchalasi ham og'ir jinoyatlar sodir etgani uchun jazo muddatini o'tamoqda. Ulardan biri qotillik, ikkinchisi giyohvand moddalar savdosi, uchinchisi qasddan badanga og'ir shikast yetkazganlik uchun qamoq jazosiga hukm qilingan. Ta'kidlanishicha, gumondorlar muassasa xodimlarini garovga olib, koloniya binolariga o't qo'ymoqchi bo'lgan. Ular batafsil harakat rejasini olib chiqqani, ammo uni amalga oshirishga ulgurmagani aytilmoqda. Tintuv chog'ida ulardan terrorchilik tashkiloti bayrog'i tasviri tushilgan, mato bo'laklari va tig' topilgan. Teraktga suiqasd moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Pulkovo xalqaro aeroportida prezidentni Sankt-Peterburg gubernatori Aleksandr Belgov va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Tashrif doirasida O'zbekiston yetakchisi Yevroosiyo Oliy iqtisodiy kengashining navbatdagi majlisida kuzatuvchi maqomida va MDH davlat rahbarlarining norasmiy uchrashuvida ishtirok etadi.